Garri Potterda kinoga tushmay qolgan emotsional sahnalar juda ham ko'p va bugun sizlar bilan Godric's Hollowga sayohat qilamiz. Garri va Germiona Godric's Hollowga tashrif buyurganida dastlab bir haykal ularning e'tiborini tortadi. Yaqinroq borib qarashsaki, bu James, Lily va Garrining haykali edi. Sehrgarlar olami ushbu oilaning qurbonligini unutmay haykal barpo qilishgan bo'ladi. Tabiiyki, Garri bundan juda ham ta'sirlanadi. Shuningdek, vayron bo'lgan uyda ham juda ko'p aytilmagan hikoyalar bor edi. Uy yonida peshtaxta bo'ladi. Peshtaxtada quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bu uyda 1981-yil 31-oktyabr kechasi Lily va James Potterlar halok bo'lishgan. Ularning chaqaloq o'g'li Garri bugungi kunga qadar o'ldirish qarg'ishiga bardosh berib omon qolgan yagona sehrgar bo'lib qolmoqda. Mugglelarning ko'ziga ko'rinmaydigan ushbu uy Potterlar sharafiga o'rnatilgan yodgorlik hamda butun boshli oilani buzib yuborgan zo'ravonlik haqidagi xotira sifatida vayrona holatida saqlab qo'yilgan. Ushbu yodgorlikka tashrif buyurgan sehrgarlar peshtaxta yoniga o'z so'zlarini yozib ketishgan edi. Qayerda bo'lsang ham omad senga, Garri. Umring uzoq bo'lsin, Garri Potter. Agar ushbu satrlarni o'qiyotgan bo'lsang, bilki, Garri, biz hamisha sen bilanmiz. Agar sizda imkon bo'lganida, ushbu peshtaxtaga nima deb yozib qoldirgan bo'lardingiz?